Assalomu alaykum. O'rtoqlar, biz hozir bu roligimizda tizza artrozlari, ya'ni tizza kasalliklarida juda ham effektivni yordam beradigan top 5 ta mashqni ko'rsatishga harakat qilaman. Biz oldingi roliklarimizda 1-2 ta variantni qo'yganmiz. Shogirdlarimiz bilan qilgan mashqlarimiz bor. No iltimoslariga binoan doktor o'zingiz ko'rsating shu mashqlarni degani uchun hozir 5 ta effektivni mashqni ko'rsatishga harakat qilaman. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunib olaylik. Bu mashqlar 90% holatlarda yordam beradi bemorlarga, ya'ni tizza yemirilishi, xalq tili bilan osteoartroz, gon-artroz kasalliklari. 2-chi, 3-chi, 4-chi daraja holatlarda ham. Faqatgina artrit bo'lsa, ya'ni poliartrit bo'lsa, yo'lmasa boshqa turdagi artritlar bo'lgan holatda ham yordam beradi, lekin nima bo'lmasligi kerak? Birinchidan tizzangizda chuqur shishlar bo'lmasligi kerak, qizarishlar bo'lmasligi kerak. Yoki siz yurgan paytingizda tizzangizda kuchli qars kurs qilib yuradigan holat va o'sha qars kurslar oqibatida tizzani ko'zida qadalishlar, ya'ni qadalib og'riq beradigan holatlar bo'lmasligi kerak. Bu sababi tizza bo'g'inining ichida menisk deymiz, ikkita yostiqchasi bor. O'sha menisk tog'ayini parchalanib, yirtilib ketish holati bor. Agar siz bu narsalarni mashq qilaversangiz, boynagi parchalangan narsa qadalib, sizda tuzalishni o'rniga yomon holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lamiz bunaqa holatlarda. Aksariyat holatlarda bu o'tirgan holatda bajarilgani va yotgan holatda bajarilgani uchun juda ham zo'r effekt beradi. Bir boshidan boshlaymiz. Doktor, o'sha rezinni qayerdan olsak bo'ladi degan savollaringizga, bu rezina yoshligimizda biz rogatka yasardik, hamma biladi rogatka. Hozirgi kunga kelib nimagadir bu oldin aptekada bo'lardi, hozir fitness magazinlar, ya'ni sport magazinlarida bo'ladi. O'sha rezinadan kesib olsangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasa отдельно shu razmerdagi o'zini rezina, fitness rezinalari sotiladi. Agar siz bu rezinni sotib olsangiz, kesib o'zingiz mana tuguncha hosil qilib, kallani razmerida, o'rtacha kallani razmerida salgina kattaroq holatda yasab olasiz. Yasab olganingizdan keyin bu narsani yechilib ketmasligi uchun yaxshilab tugamiz va birinchi mashqdan boshlaymiz. Biz buni yuqoridagi roliklarimizda ham ko'rsatganmiz, faqat bunga qo'shimcha yana effektivni 2-3 ta variantni bermoqchimiz xolos. Birinchi variantda ko'rsatganimizda bu oyoqqa shunday kiyamiz. Oyoqning holati mana shu holatda edi. Faqatgina sizlar bitta narsani o'zlaringiz qo'shimcha qilishlaringiz kerak. Tizzani chashkachasi deymiz, mana ko'zi deymiz. O'sha chashkachani ikkita yuqori qismida ikkita burchakda qo'l bilan qisib olish kerak. Ya'ni go'sht sohasini qo'l bilan qisib olish kerak. Bu nuqtani ushlaganingiz sizga ko'proq effekt beradi. Ya'ni o'sha mushaklarda, tizzaga kelib birikadigan mushaklarda spazm holatini oladi. Bu sizga qo'shimcha. Birinchi holatda mashqni mana shunday tik turgan holatda, mana bunaqa holatda bajaramiz. Mana bunaqa holat. Endi shu narsani yechmasdan turib, qo'limizni o'zgartirmagan holatda, endi qo'lni mana bunaqasiga qo'ygan holatda ichki gruppa mushaklariga ta'sir etuvchi buni uzoqlashtirish mashq deymiz. Mana bunaqa holatda maksimalni olib boramiz. Menimcha hammaga ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Juda ham tez bajarmaymiz, havosi bilan bajaramiz. Bu sizni o'tirib qilinadigan 2 ta mashq. Bu narsani biz hozir yotgan holatda boshqa modifikatsiyada ozgina yotgan holatdagi holatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda yotgan holatda qiladigan mashqlarni birinchi o'rinda rezinka bilan emas, mana bu gruppa mushaklariga ta'sir etuvchi bitta mashqimiz bor. O'shani yotgan holatda ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu holatda yotamiz. Qo'lingizni yoningizga olsangiz ham mayli, yo bo'lmasa mana bunday holatda qo'yib olsangiz ham mayli. Faqat yelka kengligida oyoqlarni ochamiz. Ochganimizdan keyin e'tibor beramiz. Birinchi holatda mana bu kaftingiz, oyoqning kafti bu yaqinlashtiruvchi. Ya'ni buni yaqinlashtirgan paytingizda bunisini cho'zasiz. Mana shu etapda
bajaramiz. O'zingiz sezasiz, to soningizgacha bo'lgan, ya'ni chanoqson sohasigacha bo'lgan, даже bel mushaklarigacha chiqib ketadigan tortishuv holatlarini sezasiz. Mana bu narsani boyagi pastda ko'rsatgan mashig'imizda ham, bu mashig'imizda ham har bitta oyoqqa 20-30 tadan bajaramiz. Har bitta oyoq. Bu rezinkasiz bajariladigan mashq. Ikkinchi holat, rezinkani olamiz. Olganimizdan keyin e'tibor bergan bo'lsalaringiz, birinchi mashig'imizda biz mana bunaqa holatda o'rnatganmiz va mana bu mashqni ko'rsatganmiz. Juda ham effektivni. E'tibor bering, biz mana bunaqasiga chanoq sonni aralashtirib ishlaymiz. Ya'ni mana bunaqa holatda. Xuddi shu narsani chanoq sonni aralashtirmagan holatda yana ham qiyinroq holatni bajaramiz. Ya'ni ikkinchi oyoqqa o'tkazamiz. Buni bu oyoqqa o'tkazamiz. Faqat endi bu yerda nima o'zgaradi? Bu yerda chanoq sonni qo'shmaymiz. Chanoqni fiksatsiya qilamiz. Qo'l bilan o'zimiz ozgina kalamizni ko'taramiz. Bu yerda mana bu narsa muhim. Bu yuqoriga ko'taramiz. Xuddi shu modifikatsiyani yotgan holatda chappa burilamiz, ya'ni qorin bilan. O'zingizga udobni turing. Agar kimda yuragida xastalik bo'layotgan bo'lsa, bunday qo'lingizni qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Maqsad tizzani mushaklariga ta'sir qilish. Kimga qanday kuchi yetguncha. Agar bu tomonga ko'targanda tizzangiz og'riydigan bo'lsa ko'zi, tizzani ko'ziga bitta yostiqcha qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Menimcha hammaga ko'rinyapti. Mayli, oyoqlaringizga rezin yaxdan bu yoqqa yursa ham, lekin maksimum mana shu narsani bajarish kerak bo'ladi. Mana shu top 5 ta mashq. Sog' bo'linglar.